Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men sizning huquqshunos maslahatchingizman. Bugun biz sizlar bilan nafaqat huquqiy, balki insoniy nuqtai nazardan ham o'ta muhim va og'riqli bir mavzuni muhokama qilamiz. Bokdan terilgan sabzavotlar, mevalar yoki o'z qo'li bilan tayyorlangan mahsulotlarni sotib kun ko'rayotgan, tirikchilik uchun kurashayotgan bobo buvilarimizga solik solish va ular uchun belgilanayotgan og'ir jazolarni. Bu videoda aynan nimalar bo'layotganini, sizning huquqlaringiz qanday buzilayotganini va bu vaziyatda qanday yo'l tutishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Nima deb o'ylaysiz, davlat kimni himoya qilmoqda? O'z hayotini shu yurtga, shu salqqa bag'ishlab, qarigan chog'ida tinch hayot kechirishga haqli bo'lgan insonlarni himoya qilmoqdami? Yo'qsa shundoq ham qornini zo'rga to'ydirayotgan tirikchilik uchun peshona teri bilan ter to'qqayotgan keksalarga ham soliq yukkini yuqlab ularni jazolashga urinayotgan amaldorlarni himoya qilyaptimi? Soliq qo'mitasi va mahalliy uchastka nozirlari tomonidan nafaqaqshorlarimizga nisbatan boshlangan bu yangi reydlar sudi qorong'utunda uyqusiz yotgan insonning ustiga bir chalak muzdek suv quygandek ta'sir qildi. Tasavvur qiling, hayotini fido korona mehnatga bag'ishlagan farzandlarini voyaga yetkazgan endi esa pensiya jamga armasidan olinadigan arzimas nafaqa bilan kun kechirishga majbur bo'lgan yoshi ulug' insonlarimiz o'z hovlisidagi bog'idan chiqqan bir dasta ko'katni, bir savat meva yoki uyida tayyorlagan bir ozgina qurtni sotib o'ylasiga ovacha o'zbo aqaloq poloq lasak pulsatsinot atinata tadanandena Dastya kamatda puanaf keltirishga urinmoqda. Bu ularning yagona hayotda tutgan yagona suyanchi. Va endi shuning uchun ham ular jazolanmoqdami? Bu qanday adolatdan, qanday insoniylikdan, o'z yurtida o'zibda, maykish satib, tamta o'zbekida yetishtirgan hosilini sotib bir buksanka non puliga intilayotgan bobo buvilarimizga nisbatan bunday munosabat hech qaysi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Aksir qariyalarimizning har bir so'mi halol mehnati bilan topilgan, ularning har bir tomchi peshona teri shu yurt ravnaki uchun to'kilgan-ku. Ularning hayotini shu yurtga bag'ishlab, umrining oksirida shunday nohaqlikka duchor bo'lishi. Makat sedem tereninan bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy jihatdan ham kechirib bo'lmas holatdir. Siz ham shunga o'xshash nohaqlikka duch kelganmisiz yoki atrofingizdagi insonlar orasida shunday vaziyatga tushgan kishilarni bilasizmi? Izohlarda o'z hikoyalaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Misol uchun, qanchadan beri nafaqada ekanligingizni, qanday qiyinchiliklar bilan kun kechirayotganingizni, nega aynan shu tarzda tirikchilikka majbur bo'lganingizni yozing. Har bir fikri biz uchun qadrli, chunki bu bizga qanday muammolar bilan kurashayotganingizni aniqroq tushunishga yordam beradi va biz huquqshunoslar sizning haqqingizni himoya qilishda yanada qat'iyroq harakat qilishimizga turtki bo'ladi. Misol uchun, men 27 yil davlat korxonasida ishlaganman. Hozir nafaqam 1 million 100 ming so'm. Oilamda bemor bor. Dori darmonga pulim yetmaydi. O'z hovlimdagi limonni bozorda sotsam, uchastka noziri kelib, patenti yo'q deb jazolamoqchi bo'ldi. Bu qanday kun? Endi qayerdan topayman bu pullarni? Kabi izohlar bizga juda muhimdir. Aziz yurtdoshlar, agar siz ham ushbu nohaqlikka qarshi bo'lsangiz va kelajakda shunga o'xshash qonun o'zgarishlaridan, pensionerlarimizning huquqlarini himoya qilishga oid muhim masalalardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu harakat sizning ovozingizni eshitishimizga yordam beradi va bizga yanada ko'proq insonlarga yordam berish imkoniyatini beradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. Bizning mahallalarimizda, qishloqlarimizda qadimdan bobo buvilarimiz o'z hovlisidan chiqqan hosilni, o'z qo'llari bilan tayyorlagan shirinliklarni, hatto sut mahsulotlarini sotib, oilasiga o'z bo'lsa-da yordam berishgan. Bu achib pakkishta, bu tutqutamatimatan katib baktat, chuttakchap chimattat ishtatta, yakim kapkapkaptatchoktutonmam, untaptopkuton business deb hisoblanmagan, balki tirikchilik urf-odatning bir qismi edi. Mahalladagi ayollar ertalab turib sutdan qaymoq, suzma qurt kelib o'z uyro parasida yo'l chetida sotib bolalarga bir buksanka non, maktabga qalam, daftarga pul topgan. Erta bahorda bogdan uzilgan ko'katlar, yozda sabzavotlar, mevalar, kuzda esa poliz ekinlari. Bularning bari oila budjetiga kichik, ammo muhim daromad keltirgan. Bu holat nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega edi. Bu keksalarni faol holda tutgan, ularga jamiyatda o'z o'rnini his qilish imkonini bergan. Hech kim ularni patent so'rab, jarima solishga urinmagan, chunki bu harakatning maqsadi ulkan foyda olish emas, balki oddiy tirikchilikni ta'minlash edi. Davlat organlari ham bu odatiy holatga ko'z yumgan.
Chunki bu nafaqat shuarlarning ijtimoiy himoyasining bir ko'rinishi edi. Mahalla ahli ham bir-biridan olishga harakat qilardi. Bu o'ziga xos ijtimoiy yordam tizimi edi. Bu bizning qadriyatlarimizning bir qismi edi. Keksalarni hurmat qilish, ularning tirikchiligini yengillashtirish, ularga ozor bermaslik. Endi esa ahvol butunlay o'zgardi. Solik qo'mitasi va uchastka nozirlari bog'bon bobolarimiz, uy bekasi buvilarimizning ortidan tushib, ularni patent ruxsatnomasiz savdo qilganlikda ayblamoqda. Bu qanday adolat, qanday mantiq? O'z yurtida, o'z bog'ida yetishtirgan hosilini sotgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 164-moddasi bo'yicha ruxsatnomasiz savdo qilganlik uchun 1,700,000 so'm miqdorida jarima belgilanishi. Bu nima degani? Tasavvur qiling. 1 mil g'ishatida 1 mil tina tal tanti yapan itten 100,000 so'm. Bu bizning nafaqa shorlarimizning necha oylik nafaqasi degani. Ko'plab bobo buvilarimizning nafaqasi 1 million so'mdan ham kam bo'lsa, bu jarimani ular qanday to'laydi? Bu pullarni qayerdan topadi? Nahotki davlat keksa yoshdagi tirikchilik uchun kurashayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularni jazolash yo'lini tanlagan bo'lsa, bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yanada og'irlashtiradi, balki ularning ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning hayotga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Nega davlat o'z fuqarosini, ayniqsa keksalarni himoya qilishi kerak bo'lgan bir paytda ularga qarshi chiqmoqda? Bu holat shuni ko'rsatadiki, davlat siyosatida inson omili, ayniqsa keksalarning ijtimoiy himoyasi haqidagi tamoyillar bugun ikkinchi darajaga tushib qolgan. So'sh kimlar ayniqsa xavf ostida va birinchidan past nafaqa bilan kun kechirayotgan pensionerlar, ularning nafaqasi ko'pincha 1 million so'mdan oshmaydi, ba'zilariniki hatto bundan ham kam. Ikkinchidan yolg'iz yashaydigan keksa insonlar, ularning farzandlari chet elda ishlashga ketgan yoki yo'q. Ular o'z-o'zini eplashga majbur. Uchinchidan sog'ligi yaxshi bo'lmagan, og'ir jismoniy mehnatga qodir bo'lmagan, lekin biror narsa sotib tirikchilik qilishga majbur bo'lganlar. To'rtinchidan nogironligi bor, lekin o'ziga qarab bir oz harakat qilayotgan pensionerlar. Bu toifadagi insonlar har doim davlatning, jamiyatning alohida e'tiboriga muhtoj bo'lishgan, lekin hozir ularning ahvoli yanada og'irlashmoqda. Ba'zi toifadagi nafaqa shorlar uchun nafaqalar oshirilishi haqida gapiriladi, lekin bu oshishlar narx-navo ko'tarilishini qoplayaptimi? Oddiy insonlarning og'ir ahvolini yengillashtiryaptimi? Afsuski, ko'pincha bu oshishlar oddiy hayotiy ehtiyojlarni qoplashga ham yetmaydi. 1 million 200,000 so'm nafaqa bilan bugungi kunda ro'zg'or tebratish qanchalik qiyinligini hamma yaxshi biladi. Kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechak, bularning hammasi uchun pul kerak. Va bu pulni ular qayerdan topishi kerak? Faqatgina o'z qo'l mehnati, o'z hovlisidagi hosil ularga bir oz bo'lsa-da umid bag'ishlaydi. Davlat keksalarni e'zozlash, ularning qadriga yetish haqida ko'p gapiradi, ammo amaliyotda biz nimalarni ko'rmoqdamiz? Keling, hayotiy misollarga murojaat qilaylik, oddiy insonlarning og'ir qismatini tasavvur qilaylik. 60 yil umri dehqonchilik bilan o'tgan Abdulla boboni olaylik. U bolaligidan beri yerga mehr berib, hosil yetishtirgan, kolksozda fidokorona mehnat qilgan, peshona teri bilan topgan puli oilasini boqishga arang yetgan. Uning birinchi qisotini vafot etgach, uzoq yillar yolg'iz o'zi yashagan. Keyin bir farzandi bor, turmush o'rtog'i vafot etgan ayolga uylangan. Ikkinchi oilasidan ham 2 farzand ko'rgan. Hozir u nafaqaga chiqqan 800,000 so'm nafaqa oladi. Farzandlarining hammasi o'z oilasi bilan, ba'zilari chet elda, ba'zilari viloyat markazida. O'zi yolg'iz, ikkinchi turmush o'rtog'i ham kasallik tufayli yotib qolgan. Abdulla bobo har kuni ertalab hovlisidagi bir bog' pomidorini, 3-4 tup bodringini yegib, yaqin atrofdagi kichik bozorga olib chiqsa, darrov uchastka noziri kelib, patenti yo'q deb 1,700,000 so'm jarima soladi. Bu bobo nega bu jarimani to'lashi kerak? U davlatdan yordam so'ragani yo'q, o'z mehnati bilan tirikchilik qilmoqda-ku. Uning qo'lida faqat shu o'zi yetishtirgan mahsulot bor. Bu pullarni to'lash uchun u balki qarzga, botishi, balki o'zi va hisotining so'nggi bor kerakli dori darmoniga ajratilgan pullarni ham sarflashi kerak bo'ladi. Aksir, bunday jarimalar nafaqat uning moliyaviy ahvolini yomonlashtiradi, balki uning ruhini ham sindiradi. U umri davomida halol mehnat qilgan, endi qarigan chog'ida qonunbuzarga aylanib qoldimi? Bu qariyaning ko'zlaridagi umidsizlikni hech kim ko'rmaydimi? Yoki 7-8 farzandni katta qilib, hammaga o'q yo'l bergan, ularni yaxshi inson qilib tarbiyalagan mehribon buvini olsak. Uning eri vafot etgan, nafaqasi juda oz, 900,000 so'm. Farzandlari ham o'z tashvishlari bilan band, ba'zilarining o'zi ham qiyin ahvolda. Har kuni ertalab quyosh chiqmasidan turib, molidan so'qilgan sutdan qurt tayyorlaydi. Yo'l chetida
o'ziga tashlanmaydigan bir joyda o'ziga bir baqsanqa, non va bir piyola choyga pul topish uchun o'tiradi. Bu uning yagona daromad manbai, o'ziga biror narsa olishi uchun yagona imkoniyat. Endi unga ham soliq to'la, deyamizmi? U buvining yoshi 70 dan oshgan bo'lsa, jismoniy holati ham ancha zaiflashgan bo'lsa, unga nisbatan bunday talab qo'yish adolatdanmi? U qanday qilib patent rasmiylashtiradi? Qanday qilib soliq inspeksiyasiga borib hujjatlarni yig'adi? Bu jarayonlarning o'zi uning uchun ulkan qiyinchilik, balki hatto imkonsiz vazifa. Bunday munosabatchi uning hayotga bo'lgan g'ayratini butunlay yo'qqa chiqaradi. Uning o'zi uchun topgan shu 1-2 so'mi ham og'zidan yulib olinadimi? Bu ahvolga qanday chidash mumkin? Azizlar, sizning ham shunga o'xshash holatlaringiz bo'lganmi? Yoki atrofdagilaringiz orasida bunday qiyinchiliklarga duch kelgan insonlarni bilasizmi? Balki siz o'zingiz ham shunday nohaqlikka duch kelgandirsiz. Izohlarda o'z hikoyalaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qib, biz jamiyatimizning bugungi holatini yanada chuqurroq tushunishga harakat qilamiz. Har bir fikr biz uchun qadrli. Chunki bu bizning ishimizni yanada samaraliroq qilishimizga yordam beradi. So'sh bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchi navbatda albatta qonunni hurmat qilishimiz kerak. Ammo qonunlar ham insonlarning hayotiy ehtiyojlarini inobatga olishi zarur. Agar siz ham shunday holatga tushib qolsangiz, birinchi navbatda nima qilish kerakligini bilishingiz kerak. Hozirgi qonunchilikka ko'ra sizga maxsus ruxsatnoma, ya'ni patent kerak bo'ladi. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ayniqsa bobo buvilarimiz uchun. Lekin ayrim hollarda ayniqsa doimiy savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish tartibida ro'yxatdan o'tish imkoniyatlari mavjud. Bu nima degani? Bu sizga soliq idoralarida rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tib, kichik miqdordagi yig'im to'lash evaziga o'zingiz yetishtirgan yoki tayyorlagan mahsulotlarni sotish huquqini beradi. Bu haqda soliq qo'mitasining hududiy bo'limlaridan ma'lumot olishingiz mumkin. U yerda sizga qanday hujjatlar kerakligi, jarayon qanday amalga oshirilishi tushuntiriladi. Bu albatta birinchi qadam. Ikkinchidan, mahallalardagi fuqarolar yig'inlari ham bu borada faolroq bo'lishi kerak. Ba'zi mahalla fuqarolar yig'inlari o'z hududida yashovchi keksalarga yordam berish maqsadida kichik savdo nuqtalarini tashkil etish bo'yicha tashabbuslar ko'rsatishi mumkin. Bu yerda bir yoki 2 kishining patenti ostida bir nechta pensioner o'z mahsulotlarini sota oladi. Bunday holda savdo rasmiy tus oladi va jarimalar savfiy yo'qoladi. Ammo bu hali keng tarqalmagan amaliyot, shuning uchun mahalliy hokimiyat organlariga va mahalla fuqarolar yig'inlariga murojaat qilib ushbu masalani ko'tarishingizni so'rayman. Ulardan shu yo'nalishda amaliy yordam kutishingizni talab qiling. Uchinchidan, ko'p hollarda pensionerlarimiz nafaqat o'z hovlisidan chiqqan mahsulotlarni, balki o'z qo'llari bilan tayyorlangan turli hunarmandchilik buyumlarini ham sotishga urinadilar. Bu yerda ham o'zini o'zi band qilish tartibi amal qiladi. Bu tartib ayniqsa keksa hunarmandlarimiz uchun qulaylik yaratishi kerak. Agar bu tizim samarali ishga tushirilsa, bobo buvilarimizning noqonuniy savdo sotiq bilan shug'ullanishi oldi olinadi va ularning halol mehnati qadrlanadi. To'rtinchidan, agar sizga nisbatan asossiz jarima qo'llanilgan bo'lsa yoki sizga patenti yo'qligi sababli savdo qilishni taqiqlashga urinishsa, darhol huquqshunosga murojaat qiling. Har bir holat o'ziga so'z. Ba'zan qonunlar to'g'ri qo'llanilmaydi yoki nozirlar o'z vakolatlarini suiiste'mol qiladi. Sizning huquqlaringiz bor va ularni himoya qilish kerak. Pensiya jamg'armasi va Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman singari tashkilotlarga shikoyat bilan murojaat qilishdan tortinmang. O'zingizni himoya qiling, chunki sizning mehnatingiz va qadr-qimmatingiz hech qanday jarimalarga loyiq emas. Sizning har bir shikoyatingiz, har bir murojaatingiz vaziyatni o'zgartirishga yordam berishi mumkin. Va nihoyat eng muhimi, jim turmang. O'z haqqingiz uchun kurashing. Bizning davlatimizda keksa avlodga hurmat va ehtirom ko'rsatish qadriyat hisoblanadi. Bugungi holat esa bu qadriyatlarga zid keladi. Davlatning vazifasi o'z fuqarolarini himoya qilish, ularning ijtimoiy kim ta'minlashdir, ayniqsa iqtisodiy jihatdan eng zaif qatlam hisoblangan pensionerlarni. Keksalarimizning tirikchilik uchun qilayotgan harakatlarini jinoiy ishga aylantirish, ularga jarima solish orqali davlat o'zining
moy vazifasidan uzoqlashmoqda. Buning o'rniga nafaqaxo'rlarga o'z hovlisidan chiqqan mahsulotlarni qonuniy va hech qanday to'siqlarsiz sotishlari uchun soddalashtirilgan tizim yaratish kerak. Shunday tizim kerakki bu larimizi solik idoralariga borib yugurmasinlar, balki mahalla posbonlari yoki mahalla raislari bu jarayonni o'zlari nazorat qilib yengillashtirsinlar. Bu ularga shunchaki pul topishga emas, balki jamiyatda o'z o'rnini saqlab qolishga, faol bo'lishga imkon beradi. Demak, bugun biz sizlar bilan keksalarning halol mehnati evaziga topgan tirikçiliklarini himoya qilish masalasini muhokama qildik. Esingizdami? Videoning boshida men sizdan bir savol so'ragan edim. Nima deb o'ylaysiz? Davlat kimni himoya qilmoqda? Bugungi muhokamadan so'ng sizning javobingiz o'zgardimi? Sizningcha o'z hovlisidan chiqqan hosilni sotayotgan buviga 1.700.000 so'mdan ortiq jarima solish adolatdanmi? Yo'qsa bu bizning qariya bobo buvilarimizning belini bukib oksirgi umidlarini ham yo'q qilishga urinishmi? Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Sizning ovozingiz biz uchun juda muhim. Sog' bo'ling.